PUBG Mobile o'yini uchun arzon narxlardagi va ishonchli UC'ni qayerdan olishni bilmayotgan bo'lsangiz, Kiber servis aynan sizlar uchun. Bizning servisda UC'dan tashqari ham boshqa xizmatlar mavjud. Masalan, bular Steam'dan o'yin olib berish va boshqa bir nechta o'yinlarga donat xizmatlari. Batafsil Kiber servis nomli Telegram kanalimizga o'tib, bizdagi mavjud xizmatlar va ularning narxlarini, shuningdek, xizmatlarimizga aloqador bo'lgan ma'lumot va yangiliklarni ko'rishingiz mumkin. Servisga hozirgi paytda 100% o'zim qarayapman, bemalol yozsanglar bo'ladi. Xizmatlarimizdan foydalanish, masalan, UC olish uchun meni Telegram lichkamga yozishingiz kerak. Telegram lichkam esa Kiber servis nomli Telegram kanalimizdagi har bitta postni tagiga murojaat uchun deb yozib qoldirilgan. Kiber servis Telegram kanaliga o'tish uchun havolani esa video tavsifida va izohida yozib qoldiraman. Hammaga omad. 1-2 kun oldin stream qilayotganimda, streamimni chatiga bir obunachim ishonch bilan PUBG Mobile Lite o'yini qaytyapti ekan, PUBG Mobile Lite o'yiniga yangilanish kelar ekan deb yozib qoldi. Tabiiyki bu xabarga birinchi ishonmadim va obunachimdan so'radim. Bu xabarni ishonchli manbadan oldingizmi, ishonchli joydan eshitdingizmi deganimda, obunachim aytdiki, PUBG Mobile ni YouTube kanaliga qarang, videosi qo'yilgan dedi. Shundan keyin miyamda rostdan ham PUBG Mobile Lite qaytyaptimikan degan bir ozgina umidga o'xshashroq narsa paydo bo'ldi. PUBG Mobile ni YouTube kanaliga kirib ko'rganimda esa o'sha obunachim aytgan videoni ko'rdim. Va bilasizlarmi video nima haqida edi? Video PUBG Mobile Lite haqida emas, video PUBG Mobile Lite haqida ekan. To'g'ri, ikkala o'yinni nomida aytilishi bir-biriga o'xshaydi, lekin PUBG Mobile Lite. PUBG Mobile Lite. o'sha videodagi PUBG Mobile Lite bilan biz o'ynagan, biz biladigan PUBG Mobile Lite'ni bir-biriga umuman aloqasi yo'q, hattoki nomi ham boshqacha, mana ko'rishingiz mumkin. Va obunachim qanday qilib PUBG Mobile Lite'ni bu o'yin bilan adashtirganini to'g'risi tushuna olmadim. Shundan keyin PUBG Mobile Lite haqida Gemini'dan so'rab ko'rdim va Gemini aytishicha, yangi chiqadigan PUBG Mobile Lite versiyasi PUBG Mobile bilan bitta bo'lar ekan. Ya'ni qanaqa ma'noda? Qaranglar. Kim bilsa, Free Fire'ni ikki xil versiyasi bor. Free Fire bor va Free Fire Max versiyalari bor. Siz Free Fire'dan kirsangiz ham o'sha akkauntingizga kirasiz, Free Fire Max'dan kirsangiz ham o'sha akkauntingizga kirasiz. Masalan, siz Free Fire o'yiniga Free Fire versiyasidan kiradigan bo'lsangiz, do'stlaringiz Free Fire Max'dan kiradigan bo'lsa, siz bilan do'stlaringiz bir-birlaringiz bilan ulanib o'yna olasizlar. Ikki xil alohida o'yinda, ikki xil alohida o'sha ilovada bir-birlaringiz bilan o'yna olasizlar birga. PUBG Mobile bilan PUBG Mobile Lite versiyalari ham shunaqa bo'ladi. Bilasizlar, PUBG Mobile versiyasi anchagina og'ir bo'lib ketgan, adashmasam 40 gigabaytga yaqinlashib qolgan bo'lsa kerak yoki 40 gigabaytdan oshgandir ham, va bu ko'pchilik telefonlar uchun anchagina og'irlik qiladi. Va telefoni nisbatan kuchsizroq bo'lgan o'yinchilar PUBG Mobile versiyada anchagina qiynaladi, chunki telefoni juda ham qotadi, odamga o'xshab o'ynaganday bo'lmaydi. Aynan shuning uchun ham PUBG Mobile Lite versiya ishlab chiqilyapti. PUBG Mobile bilan PUBG Mobile Lite versiya boyagi Free Fire'dan misol keltirganimga o'xshagan bir xil o'yin bo'ladi, bitta o'yin bo'ladi. Shunchaki bittasi kuchsizroq telefonlarda yaxshi ishlaydi, PUBG Mobile bo'lsa odatiy o'sha original o'yinligicha qoladi. Biz biladigan PUBG Mobile Lite PUBG Mobile dan umuman alohida o'ynadi. Masalan, undagi PUBG Mobile Lite dagi akkauntingiz PUBG Mobile ga umuman ta'sir qilmasdi. PUBG Mobile Lite da xaritalar boshqacha edi, o'yinni o'zi umuman boshqacha edi. Va umuman alohida o'yin edi, bir-biridan alohida bo'lgan o'yin edi. Yangi chiqadigan PUBG Lite bo'lsa, PUBG Mobile bilan bitta bo'ladi. Sizni do'stlaringiz alohida, masalan, mana PUBG Mobile dan kiradigan bo'lsa, siz PUBG Mobile Lite dan kiradigan bo'lsangiz, do'stlaringiz bilan bemalol qo'shilib o'yna olasiz, bemalol birga rank ko'tara olasiz. Xuddi PUBG Mobile dan kirgandek bo'lasiz, lekin shunchaki bir kuchsizroq telefoningiz PUBG Mobile Lite da yaxshiroq ishlab beradi. PUBG Mobile ni nisbatan kamroq qotishlar bilan o'ynaysiz. Qanaqadir tushunarsiz sabablarga ko'ra, o'sha biz biladigan PUBG Mobile Lite bilan yangi chiqayotgan PUBG Mobile Lite ni bir-biri bilan adashtirishyapti. Va mana shu adashtirishlar juda ham ko'p kuzatilayotganligi uchun bu videoni chiqaryapman. Menimcha tushuna oldinglar, to'g'rimi? Endi videoni tugataman. Kimdadir PUBG Mobile Lite o'yini haqida qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol izohlarda yozsanglar bo'ladi. Albatta izohlarni o'qib chiqaman. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kechki streamlarda va keyingi videolarda ko'rishamiz. Hammaga rahmat.